Kichigimda o'ynaydim, o'yinchiq bilan qo'nchoqni, cho'ng bo'lding endi deb kesavetdi munchoqni deb qo'yib. Onamning kenja o'g'il nevrisi bu qatimliq qishliq ta'tilni alayda xotirlab, shtanning o'rniga yopkini kiyib yotdi. Shu sababdan cho'ng kichik, to'ng pishiq hammalarning qadamlari onamning uyiga yetdi. Ko'nglinlardek dasqonni qo'limga oldim, chaqqonlik bilan yegiga soldim. O'maqlardan kelgan sada bo'yicha qo'noq so'man etishga tutish qildim. Ko'nglinlardek eng oldi bilan o'zimizning zuvonining ehtiyojiga asosan qo'noq unni sal ozroq, bug'doy unni sal jiqaroq qilib, unga muvofiq miqdorda tuz, andan bir tal xorozga qilgan tuxumdan birini chiqib, etini chang'it qilib mushunda xamirlarni yug'urib oldim. Xamining jamalini suliyov qolt bilan obdan o'rvatgandan keyin onam o'zi bishqonliq aqlab bergan say ko'ktatlarni qum bo'ronlari tukchi suvda puk chayqab men mushunda yuvib oldim. Undan keyin ko'ktatlarni to'g'ri olay deb ishni go'shtdan boshlabdimi? Voy, har qatim mushu go'shtga kelgan chaqlar men ham tingji yuvib qolamdik tog'imning boldiroq ib qo'ymabdimi? Bu go'shtni shunchalik metasida to'g'rabdimi? Ambalni yer vataydigicha tong oldirib urib. Bo'ldi. Undan keyin kunda bizlar yuz ko'rishib turadigan, hatto yo'gakdagi bu ahvolimni ismini deb bera oladigan ko'sakmi anjabak yangliq tuyulib ketmaydigan piyoz, basay, jangpiza, yangyo, sho'xlak, loza qatorliqlarni yuzimga qanday shakl o'z ko'rinsa, shu bo'yicha to'g'ri oldim. Qish vaqtimi yozning sayni 20 soat deydiganlar ma ben pan o'g'ini o'langlar. Ya'ni shu aqlliq anam yoz vaqtisi jangdoni to'g'rab bunshangning to'ng tusandiq sevetdi. Boshqa ishni qo'shmaydi ekansizlar, to'g'rab bilan bevosita to'ng tusandiq sevasanlar bo'ldi ekan. Shunda qilib saylarni va shu to'g'rab olgandan keyin endi chapni pishirdigan qozonga liqida suvlarni quyib, mana o'choqning o'tini ichib etdim. Onamning menga deb bergan yana bir gapini sizlarga deb birvatay. Mushu qozonga har qanday vaqt suv quygan chaqda chuqur muvofiq miqdorda tuz tashlasak, suv nihoyat tez qaynamish. Bu masala kelgan chaqda nima ish qiladi deb so'ramay qisanglar bo'ladi. Sababini men bilmayman. Undan keyin bug'doy uni bilan qo'nug'ini marasa qilib yaman tasida bisivisiga chaplashtirib yug'urib olgan xamirimni ancha-muncha keltib ayvash keltirib so'mandan chibiga o'xshitib bibinas qilay endi deb mushu chip mashinalarimni miyada qurib, mana shunday oldi bilan yaplaq holatda yeyib olib, undan keyin uni chukudak uzun-uzun kesib olib, andan ushshaq holatda mana shunday dinni qilib kesib oldim. Voy jon, jafo tatmay alovat yo'q deb kimmi degan gap bo'g'iydi bu. Qo'noq so'mandan chibini kesmakmi uncha bo'la o'ng'ay emaskan. Buni oraliqsi chaplashib alog'ini oldik qaranglar. Buni ariyman deb qurg'ularni bo'liq sepid ekanmiz, qurg'uni chiqarman deb qaytadan tasqaydi ekanmiz. Shunday qilib cho'plarimni kesib bo'g'ich qilib qo'ygan suyimni qaynatdi. Andan keyin cho'pni silib, yaxshi aralashtirib etgandan keyin taxminan 5 minutdan 10 minutgacha araliqda qaynatib olsak shunda bilan pishib chiqar ekan. Andan buni sovuq suvdan bir qator o'tkazib etib, andan cho'pni bir billiq olay deb jangga qo'yib muvofiq miqdorda andan buni yaxshi aralashtirib qo'yib qo'ydim. Shunda qilib cho'pni bitaraf qilib qo'ygandan keyin qozonni qisib muvofiq miqdorda moy qo'yib, andan bilan go'shtni silib bir ishga qurib etgandan keyin ozroq tuzni silib, go'shtni sag'og'ich qovurib oldim. Undan keyin jangpizlarni silib bir ishga qurib etgandan keyin bosh piyoz oldim. Bosh piyozni yaxshi sag'at qurib bo'lgandan keyin o'li chanavar g'allozini silib, buni yaxshi qurib, andan muvofiq miqdorda ochiq suv quyib, buni yaxshi qurib oldim. Undan keyin xojo unidan muvofiq miqdorda silib yaxshi qurib bo'lgandan keyin men lobo to'g'rab olgan lobo, yangyo qatorliqlarni keyin silib bir ishga qurib etib, andan jangdo basay qatorliqlarni keyin silib buni yaxshi qurib oldim. Undan keyin pomidorni silib suv chiqquncha yaxshi qurib bo'lgandan keyin ko'k lozini silib buni bir ishga qurib etdim. Andan anga harching saysepdim, ching saynim yaxshi qurib mizlik purg'i chiqib bo'lgandan keyin muvofiq miqdorda suvni quyib, bir ishga minut qaynatib, undan keyin palak bilan samsaqni soldim. Buni 1 minut atrofida qo'ygandan keyin belliq qilgan cho'pni silib buni shunda qurib oldim. Bu qo'noq so'manni ma. Ammo lekin men qo'noq so'manni ajoyib yeyish bo'ldi-ku, xonim qizlar sizlarni o'yda cho'qim etib sinab yiqinglar. Ammo shu cho'nglarimizmi qo'noqlarmen, qo'noq mundiga degandeklar naydi bek yaxshi ko'rdim. Cho'nglarni yoqtirib yeydigan tomoqqa, anda mana so'man qilsa kichiklarni naydi bek yoqtirib yeydi ekan, lekin cho'pini bizsal qattiq pishirib qo'yibdimiz sizlar. Uzoqroq, yumshoqroq pishirishga diqqat qilsanglar bo'ladi. Mana shunday qilib o'xshab ketgan qo'noq so'manlarimizni o'ydiga cho'ng-kichik to'ng pishgan maylarni oldiga chiqqandim. Men tag'amdan ayolim kirib ketgan qo'yib qo'ygan bek o'xshab ketibdi bu so'man deb shunday yoqtirib yeydi. Anda men nima qilsanglar bizning uyda shunday bo'daklasal qaranglar. Shu tomoqlarimizni bir qo'yib bo'lgandan keyin men bir turkum bo'g'ma xonim qizlarni qaziyatdan qutulib qolsin, espadan xonim qizlar o'tib kelsin deb, ham uning ustiga o'zim yeb unimini ko'ygan bo'g'achqa, sizlarni yanlar deb ularni bir qo'yib ig'izlantiribdim. Anda bo'lsa qaziyat tableti qiz qilgan xonimlar, apandalar, zuvon didoringlarni qo'ylarga tashlab qo'ysanglar, men o'zim sizlarni izlayman.